Birinchi homila tushishi ayolning keyingi homiladorligiga qanday ta'sir o'tkazadi? Agar birinchi homila tushgan bo'lsa, ikkinchi homilador bo'lishiga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Birinchi o'rinda biza bilib olishimiz kerak. Buning sababi nima uchun homilasi tushgan yoki rivojlanmay qolgan sababi. Birinchi o'rinda agar kichkina srokda bo'lsa, agar deylik anembrioniya bo'lib homila pufeygi bo'lib ichida shu embrion rivojlanmagan bo'lsa, albatta 100% hujaylarini tekshiramiz. Agar hammasi yaxshi bo'lib turib o'smay qolgan bo'lsa, qon tizimidagi bir qancha analizlar tekshiramiz. Gormonlar, albatta buqa gormonlari va erkaklik gormonlari tekshiriladi va keyingisi autoimmun kasalliklarni biz tekshiramiz, bartaraf qilamiz. Chunki bular ham ikkinchi homilador bo'lishga to'sqinlik qiladi yoki homilador bo'lsalar ham yana qaytadan homila o'smay qolishi mumkin yoki qon ketib tushib qolish holatlari juda ham ko'p. Agar infeksiya tufayli bo'lsa, infeksiya albatta er-xotin davolanib va keyingi etapga homiladorlikka rejalashtiramiz albatta.